Assalomu alaykum o'rtoqlar, tushunibsizlar. Bu obyektimiz Nura Group shlagbaumni qo'yib berdi. Xitoy jaluzi shlagbaumi bo'ladi. Pultda boshqarsanglar bo'ladi, knopkada boshqarsanglar bo'ladi va mashinani nomeri kamerada ishlaydi. Mashina kirib keladi. Kamera mashinaning nomerini tanib oladi va shlagbaumni avtomatik ochib beradi. Bu shlagbaumning afzallik tomoni jaluzida bo'ladi va kech payt mana bunaqa chiroqlari yonib turadi. Orasi 530 bo'ladi. Ochilishlari ham ajoyib. Va momentida mexanizmning ichida chiroqlari bo'ladi. Bu yoqda o'zingizlarning logotipinglarni yopishtirib qo'ysanglar bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Aventa Project har doim sizlarning xizmatingizda.